Qadrli shifokorlar, men doim qanday qilsak tibbiyot xodimlarining mehnati yanada rag'bat topadi, ro'zg'ori bekammi ko's bo'ladi degan o'y bilan yuraman. Endi har yili tibbiyot va farmatsevtika xodimlari kuni munosabati bilan davlat tibbiyot muassasalarining barcha xodimlariga pul mukofoti beriladi. Tumanda yangi davolash usulini joriy qilgan shifokorlar 21 million so'mdan mukofot oladi. Davlat tibbiyot muassasalarida kamida 15 yil ishlagan tibbiyot xodimlariga sanatoriyaga bepul yo'llanma beriladi. Davlat oliygohlariga o'qishga kirgan farzandlarining 1 yillik kontrakt summasiga 50% chegirma taqdim etiladi. Har yili faoliyatda alohida natijalarga erishgan 500 nafar tibbiyot xodimlariga ipoteka krediti boshlang'ich badalining 25% kompensatsiya qilinadi. Davlat tibbiyot muassasalarida kamida 3 yillik stajga ega tibbiyot xodimlariga zarurat tug'ilganda yiliga bir marta yuqori texnologik ixtisoslashgan tibbiy yordam bepul ko'rsatiladi. Xalqaro tan olingan indekslanuvchi jurnallarda ilmiy maqola chiqarishga sarflangan xarajatlar to'liq qoplab beriladi. Tibbiyot xodimlariga barcha turdagi davlat xizmatlari to'lovi 2 karra kamaytiriladi. Bunga qo'shimcha 100 milliard so'm ajratamiz. Agar tibbiyot xodimlari oilasi va farzandlariga ko'proq vaqt ajratsa, o'z ustida chuqurroq ishlasa, shaxsiy rivojlanish, kasbga bo'lgan muhabbat, eng muhimi ishidagi sifat va unum yanada oshadi. Shuning uchun kelgusi yil 1-apreldan davlat tibbiy muassasalaridagi oyliklarni to'liq saqlab qolgan holda ish haftasini hozirgi 6 kundan 5 kunga o'tkazamiz. Jizzax tog'larining eng so'lim go'shalaridan birida qad ko'targan alohida dam olish maskani tibbiyot xodimlari uchun tuhfa qilinadi.